Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mari o'zi ashaddiy muxlislari, obunachilar, chorva ishqibozlari. Bugun Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Petermol bozoriga kelganmiz. Bugun sizlarga narx-navolar bilan bir tanishtirib boramiz. Sog'liq sigirlar narxlari, tana o'kizlar narxlaridan, mayda mol qatoriga o'tamiz, qo'y qo'shqonlar narxlaridan ham chiqaramiz. Hurmatli obunachilar, qani videoroliklarimiz yoqsa qarshilatda layklarni bosib qo'yamiz. Nima xulosalaringiz bo'lsa kommentariya qoldirishlaringiz mumkin. O'zimiz reklamalarimiz bilan bir tanishtirib boramiz. Samandar aka deydi, onangiz, otangiz tug'ilgan kunlari bo'lsa, opa-singillaringiz tug'ilgan kunlari bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Jannatni onam, davlatni otam degan sohamdan yuradi. Bemalol tug'ilgan kunlar bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Sizlarni endi dollar kurslari bilan tanishtirib boramiz. Dollar kursimiz bo'lyapti 1.196 ming so'm bo'lyapti. Rublimiz bo'lyapti 160 ming so'm bo'lyapti. Bugungi chislamiz bo'lyapti 3-may, haftaning oxiri mol bozoridamiz. 2026-yil. Rahmat, videoroliklarimizni boshlaymiz. Nima xulosalaringiz bo'lsa, kommentariya qoldirib, o'zimiz kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram, YouTube, TikTok profillarimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunday sizlarga tezkor videolarimiz kelib turadi. Rahmat, videoroliklarimizni boshlaymiz. Like-da bang'latib bosamiz. Yaqinlaringizni yaxshi kunda hamda tavallud topgan kunida eng yaxshi sovg'a berishni xohlaysizmi? Biz sizlarga ruchkali Qur'on hamda naborlarimizni tavsiya qilamiz. Ushbu ekranda chiqib turgan nabor yoki ruchkali Qur'on kitob sizga kerak bo'lsa, ushbu chiqib turgan nomerlar orqali bemalol bog'lansangiz, Telegram orqali sizlarga rasmini hamda to'liq ma'lumotlarni berishadi. Hamda dastavka xizmatimiz bepul. Bemalol bog'laningizlarda hamda yaqinlaringizni xursand qiling. Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, ushbu naborlar, ruchkali Qur'onlarni sotib olsangiz, bizni ham duo qilib qo'yishingiz iltimos qilamiz. Marhamat, bemalol bog'lanishingiz mumkin. 23,5 23,5 ga olingan ekan mana. 23,500 ming so'mga olingan ekan. YouTube kanaliga olamiz. 23,500 mingga olingan ekan. Nechinchi bolasi ekan bu? Birinchi bolasi. Yaxshi, zo'robsiz. 20 edi narxi deyapti. 4 million so'rayapsiz? Siz qancha deb turibsiz aka? 26 million. 24 so'rayapsizmi? Qancha so'radi bozor? Bozor mana 24 so'rayapti. Urg'ochi ham bolasi? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Sutini nechta beryapti aka buni? 24. 2 mahaliga 6 litrgacha suti bor deyapti. 6 litrgacha. Qancha bo'lib qoldi ekan bu sigir aka narxi? Qancha? 21 million so'rayapti. Bolasi o'kishmi, urg'ochimi? Urg'och 23 million boqib qo'yapti. 23 million baho qo'yilayotgan ekan. Nechinchi bolasi bu? O'kishmi, urg'ochimi? 23 million baho qo'yilayotgan ekan. Suti nechta beryapti aka? 4 litrdan 8 litr, 2 mahaliga 8 litrgacha suti bor deyapti. 22 million. Sizda qancha bo'lib qoldi aka? 22 savdosi. Bolasi o'kishcha. Nechinchi bolasi ekan? 3-chi bolasi ekan. Baho qancha qo'yapsiz? Bahosini? 25 dedim. 25 baho qo'yilayotgan ekan. Qancha sigir? 21 million savdosi. Nechinchi bolasi ekan bu? Birinchi bolasi. O'kishmi, urg'ochimi? Torting. Suti nechta beryapti aka buni? Suti nechta beryapti suti? 6 ta. 2 mahaliga. 2 mahaliga 6 litrgacha suti bor deyapti. Qancha deyapsiz bu sigirda? 21. 21? Bo'lyapti. Savdosi. Savdo 21 million bo'layotgan ekan mana. Nechinchi bolasi ekan bu? 5-chi. 5-chi bolasi. Suti nechta beryapti aka buni? 4-5 litr beradi. Necha? 4-5. 4-5 litr 2 mahaliga. 2 mahaliga 4-5 litrgacha suti bor deyapti. Nomer qoldiramizmi? Yo'q aka. Nomer aytasizmi? Ayting. 90 nechilik? O'zim kim beraman? 97lik. 97lik. 133. Aha. 84 86.
İsmingiz kim deydi? Şöyle. Shoira opa. Olib ishlab tursa mana deyman aloqaga chiqishni. Manzil qayer? Manzil Navbahorda. Olib ishlab tursa mana deyman aloqaga chiqishlari mumkin. Akalar bu qancha bo'lib qoldi? Bobo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sigir qancha bo'lib qoldi? 22 bo'lib qoldi. Savdosi 22 million bo'lyapti. Qancha baholadingiz buni? 25 baho qo'yadi. 25 baholanyapti, 22 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. Nechinchi bolasi ekan bu? 5-chi bolasi. 5-chi bolasi. Suti nechta beryapti buni suti? 3 litrdan oshiq suti. Suti 3 litrgacha oshiq deyapti, 4 litrgacha ikki mahalaga. Ekan bolasi mana. $25 million baho qo'yilyapti, 22 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. 5-chi bolasi ekan. 4-5 litrgacha ikki mahalaga suti bor deyapti. Sigir 25-600 gacha bo'lyapti. 25-600 savdosi bo'lyaptimi? Qancha baholayapsiz buni? 28. 28 million baholanyapti, 25 million 600 gacha savdosi bo'layotgan ekan mana. Nechinchi bolasi ekan bu? 3-chi bola. O'qchimi, urg'ochimi? Urg'ochi. Bolasi urg'ochi. Suti nechta beryapti aka buni? 7-8 litr beradi. Ikki mahalaga. Ikki mahalaga 7-8 litrgacha suti bor deyapti. Yillari. Nomer qoldiramizmi aka? Biron kishi olaman desa? Telefon raqam aytamizmi? Ayting. 99lik 676 10 82. Ismingiz kim deydi? Sunnat. Sunnat aka, manzil qayer? Mashaqishloq. Machaqishloq. Oluvchilar bo'lsa mana bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Urg'ochmi bolasi? Urg'ochi. Ha, bolasi urg'ochi ekan. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Necha bo'lib qoldi ekan bu sigir? Narxi? Bu 25 ta. 25 aytib turibsiz. Savdosi bo'ldimi? Savdosi 22 bo'lib qoldi. Savdo 22 million so'rayapti. Nechinchi bolasi ekan bu? 5-chi. Bo'kcham urg'ochi. Suti nechta beryapti aka buni? 5 ta 10 litr sut beradi. 5-10 litrgacha ikki mahalaga. Ikki mahalaga 5-10 litrga, ikki mahalaga 5 litrdan 10 litrgacha suti bor deyapti. Ha. Nomer qoldiramizmi yo'qmi aka? Ayting. Nomer qoldiramizmi? Nomer qoldiramizmi? Ayting. Bilmaysizmi yo'qdan? 99lik 072 072 64 aha 15 64. Ismingiz kim deydi? Nortaj. Nortaj aka. Manzil qayer? Karim. Yana bir raqamni tanishtirib olamiz. 95lik 418 15 88 raqamlariga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana bolasi, 5-chi bolasi deysizmi? 5-chi. 5-chi bolasi. Kim oluvchilar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Suti ikki mahalaga 10 litrgacha suti bor deyapti. Sutlari og'ib yotibdi. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin kerak bo'lsa. Qanchaga sotildi? 19.200. 19.200 ga sotildi ekan. Nechinchi bolasi ekan bu? Birinchi bolasi? Savdo qismlarga sotilibdi. Birinchi bolasiga qorindan. 16 yaptım. 16,5? 16. 16 bo'lyaptimi savdosi? Yo'q, savdosi 15 bo'lib qoldi. Savdo 15 million bo'layotgan ekan. 16 million baholab turibdi, 15 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. Mana. Qara. Bunisiga mana akang aytadi, hayla akang 90 ta keladi deydi. Bo'xay mayli. Sizga qancha bo'ldi aka? 120 mingdan bo'lsa ham, yenasi 13 million. Savdo bo'ldimi? Savdo 12 million bo'lyapti. Ergash martga mart ketdi. Mana videoga olib turibman mana. Sani molingda bitta narsani 9 million so'm so'rar. Sani ezib o'tirib. Qaysiga so'rayapsiz? Mana ogami? Qancha so'rayapsiz? 11 million. 11 million. Like bosinglar shu yigitga, shu ham bor kunda issig'iga bor, ozimlar ketdi. Xudo birogar ey. Ozib ketdi. Bo'ldi. Qancha bo'lib qoldi buning savdosi? 9,5 bo'lib qoldi. 9,5? 9. Qancha baholab turibsiz uni? 10 bo'lsa deyapti. 10 million. 10 million aytib 9,5 millionga savdosi bo'ldi deyapti shu tanaga. 9,5. 10 million deyapsiz? Savdosi bo'ldimi? Savdosi 10 million bo'ldi.
Savdosi 10 million. Qancha baholayapsiz? Qancha baholayapsiz buni? 11 baholanib turibdi. 10 millionga savdosi bo'layotgan ekan. Savdosi. Savdosi 13 bo'layapti. Savdo 13 million bo'layotgan. Qancha baholayapsiz? Qancha baholadingiz? 13,5 baholanyapti. 13 gacha bozor so'rayapti. Savdosi 12 bo'layaptimi? Qancha baholayapsiz buni? 13 baholanyapti. 12 gacha savdosi bo'layotgan ekan shu tanaga. Qancha bo'lib qoldi ekan aka bu tana? 85 so'rayapti. 88 mi so'ng deb. 85 bo'layaptimi savdosi? 85 mana men savdo qilib turibman, kameraga ol. Olamiz. 85 ga bersa agar hozir mana olib ketaman. 85. 8 berib bor barak. 88 ga bo'lmaydi. To'g'rilangizlar-da. 85 gacha savdosi bo'layotgan ekan. 8,5 million. Deganmi tana? Ha, 11 so'rayapti. 11. Savdosi 11 bo'layapti. Qancha baholayapsiz? 12 dedik, 11 ham bo'lsa ham olyapmiz. 11,5 million savdosi bo'layotgan ekan mana shu tanaga. Men nurlaydi. Qancha bo'lib qoldi bu tanangiz? Tanamiz ipi bilan so'rasa 11, o'zini so'rasa 10. Yo'q, ipi ham qimmatda. ipi bonuskami? 11 savdo bo'lyapti. 88 qildi hozir. 88 savdo bo'lyapti. 8 million 800 savdosi bo'layotgan ekan. O'zim dedi. Qilganmi Qur'onjon aka? Ha, 16? Savdo bo'ldimi? Qancha bo'ldi savdo? 13. Savdo 13 million bo'lyapti. Savdo 13 million bo'lyapti. Qancha berasiz? Berib tajang. Qanchadan bo'lib qoldi Qur'onjonlar? Ha? 31 bo'lyapti. 31 million bo'lyapti bir joyda. Bir joyda 31 million bo'layotgan ekan. 11 million bo'layotgan. 31 million bo'layotgan ekan. Cho'q. Ha? 30? 9,5 so'ra. 9,5 savdosi bo'lyapti. Hozir so'rabdi. Ha, qancha baholab turibsizlar? Bahosi? 10 million. 10 million baholanib 9,5 million so'rayapti tanaga. Ha, kelish. Buni. 13 deb. Ha? 13? Chiqar qancha? 11,5 dan so'ra. 11,5? 11,5 dan savdo bo'ldi. 11,5 dan qaytaman, 11,5 savdo bo'ldi. 11,5 toza savdo bo'ldi. 11,5 bo'lsa berasiz. Qancha bo'lib qoldi aka bular? 97 dan 9700 dan so'rashga bo'layotgan ekan savdosi. Qanchadan baholayapsiz bular? Ha? 11? 10 dan bo'layotgan ekan baholari. 10 dan. Aka. 10 million? 10 million so'rayaptimi? Qancha baholayapsiz buni? 12. Buni qancha deyapsiz? 12 so'rayapti. Qanchadan bo'ldi bular? Ana bular. Qanchadan bo'lyapti? 10 milliondan bir joyda so'rayapti. 10 milliondan bo'layotgan ekan shu tanalar. 10 milliondan. Qanchadan baholayapsiz aka bular? 11 dan baho qo'yyapman, kelishamiz. 11 dan baho qo'yilyapti. Kelishamiz deyapti. Qaytdi deyapti katta o'g'il. 14 savdo bo'ladi. 14 savdosi bo'lyapti? Hech kim ishonmaydi. Qancha baholadingiz? Endi ishlaydim aka. 14,5 Mana Mol aka 15 million. qimmatroq tushgan. Shunday. Tirikchilikka. Bular. Buni qancha deyapsiz? Buni aka 13 million savdo bo'lib turibdi hozir. Savdosi 13 million bo'lyapti. Bo'g'ma tana, Aha. badani o'ziga yarasha bor. Olib borib yerga soladigan mol. Bular. Qancha bo'ldi bu kishi? Talab 12,5 bo'ladi aka. Ertalab 12,5 so'radi. Hozir qancha bo'lib qoldi? Hozir hech qancha so'ramayapti. Hech kim so'ramayapti. 12,5 oshsa sotaman. Qancha baholayapsiz buni? Yo'q, bo'lsa beraman dedim. Aha, 13 million aytilyapti. 12,5 gacha so'radi. 12,5 12,5 gacha so'radi deyapti bozor ho'kichaga. Ay, gashti bozorga so'rab qoladi. 17,5?
15 milyondan so'rayapti. Ha 15 milliondan bo'lsa sen 3 ham 4 ham olib ketsan. Yo'q, qanday videodan ko'rib odamlar shunday uyiga borsangiz keyin aytadi, 18. Savdosi bo'ldimi aka bular? 17,5 dan so'rayapti. 17,5 dan so'rayapti. 4 ham 17,5 dan bo'lyapti. Yo'q, qarang uni 20 so'rayapti. Narigi 20 million bo'lyapti. Uchovi 17,5 dan bo'lyapti. Qanchadan baholayapsiz bularni? 18,5 dan deyapti. 18,5 dan baholanyapti. 17,5 milliongacha so'rash bo'layotgan ekan boqma. Ho'kizlardan. Markmaydi, nega? Bular tinch. Buni savdosi qancha bo'ldi aka? 20 million deganingiz? 20 million bo'ldi. Ha? 20 million qancha baholayapsiz buni? 22 deyapman. 22 million baholanyapti. Yana 20 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. Qancha bular? Qatalaga boraman. Narxini ayt, menga emas yo'q. Ular 20 deyapman. Aha. Qancha so'ra? 17,5 so'rayapti. Buchi? 16,5 so'rayapti. 16,5 million so'rayotgan ekan bozorda. Buni. 16,5. Yana sotiladi. Nomerdan. 93lik Aha. 716 Aha. 0011. Ha, bo'ldi. Mana Keyin bor sotamiz deyadi. Jasurga kerak bo'lsa mana Jasurga telefon qilingiz mana shunaqa qizlar kerak bo'lsa.